Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli tomoshabinlar, haftaning chorshanba kuni 14-may 2025-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidamiz. Boltako'l degan joyda hurmatli do'stlar, Abror akamizni bugungi videoroligimizda o'ta sifat chiroyli mollar qo'ldan kelgancha tayyorlangan va narx-navolarni chiroyli qilib yoritib beramiz. Ko'rasizlar, sizlarga narx va sifat to'g'ri kelsa, bemalol behijolat narx-navoni tevarakka solishtirib savdolashib olaverasizlar. Akalar, hamma yerda mol bor. Yaxshisi hamma yerda yaxshi bo'l. Lekin elde yo'q, behijolat joyda olsalaring, xudo xolasa ortiqcha sarsangarchilik bo'lmaydi. Ko'ringlar, narxini yo'lida qilib, chiroyli qilib aytishadi. Malol kelmasa akalar, arzimas qilayotgan mehnatimizga bir dona like tugmachasini bosib, chiroyli izohlar kommentariyada qoldiraverasizlar. Mo'lla Qayrag'ochda ko'rib turayotgan Dilshod akamga ham katta salom. Aka, tanjoni sog' bo'lsin. Siz xudo xolasa mana shunaqa mollarni ko'pginasiga yetishavering. Akamiz juda faol. Shuning uchun bir mana shu videoda maqtab qo'yay dedim. Hurmatli do'stlar, ketdik, boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abror aka, qalaysiz? Olyapsizmi aka, charchami? Rahmat. Mana obunachilaringizga 4 bosh molimiz tayyor edi. Mana ko'rsatishga olib chiqdik uka. Mashalloh. Xudo xolasa chempion. Hali 2 ta olmayman, 3 ta qilmayman, bitta olaman deganlarga uka mana kuragi yo'q, bo'za. Bir xilgisini kuragi chiqardi, 2 kurak. Mana shundan boshlaymiz. Farqi yo'q uka. Hurmatli do'stlar, videorolikni boshladik. Like-ni dirsillatib qo'yaverasizlar. Kuragi ham yo'q uka, Abrorjon. Voy mashalloh. Gibrid. Mana kelib tishini ko'rsatib birinchi. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli do'stlar, kurak tishi hali chiqarmagan. Bo'zachi. Yechavering, qani. Molni zo'riga ishqibozlar bo'lsa, vodiydanmisiz, poytaxtdanmi yoki undan u yog'i farqi yo'q. Yetib boradi inshaalloh. Mollar yetib boryapti shu paytgacha. Ko'rib bahoni o'zlaring beraveringlar. Hali kurak ham chiqarmagan variant, hurmatli do'stlar. Hozzasidan, xudo xolasa. Aylantiring. Haraka topadi uka. Bu hali yilidan hurmatli do'stlar soladi. Misol o'zi xalqimiz ham ancha tushunib bo'lgani, bir xilga odam hali molni sal farqiga bormaydi, yelini katta bo'lsa dimlarni deraveradi. Unaqa deyish yaxshi emas akalar. O'shaning uchun bo'g'ozligida olib chiqyapmiz-ki, shu dimlardan netib deganni olmasin. Yurgizing. Bu rossiskiga sementala? Ha, rossiskiga sementala. Va chaqqonlikni qarang, shuncha vaznga. Kechishni qarang. Vajjon. Kurak tishi ham yo'q ekan, qo'ying. Xudo xolasa mol zo'rini olaman degan Abrorjon, hali obunachilaringizga to'xmet tavsiya qilaman. Tavsiya qilaveradi. Shuncha foydalandik, xudo xolasa menga foydalanib duo qilib qo'ysa bo'ldi. Maza qildingiz boqib? Ha, boqib maza qildim. Hech pul bahosi aka, qochirmang. Yopishtirali, cho'zmaylik videoni 52-55 emas, 50 million so'm ozgina xayri bor. 50 million baho aytasiz. Atrofga solishtirib berishaveradi uka. Siyla berasa? Sizga beraman xudo xolasa. Endi hali sizga 52-55 nima qiladi? 50 million so'mdan jupiga 50 milliondan 100 million. Hurmatli do'stlar, endi hozir yerda 35 million atrofidagi mol ham bor. Ichkarida 30 millionligi ham bor. Hammasini narxi o'zi bilan. Mana shunday molni olib maza qilib boqaman degan akalarimiz bo'lsa, yosh va sifatli. Eskilar aytadi-ku, aldansang yoshiga aldan deb. Xudo xolasa aldanmaysizlar. Abrorjon, mana yelinlar, hali yuvoshligi to'l joyda, mana so'skalari bir qarishdan keladi orasi. Shunda sutchida. Ha, haqiqiy sutli mol uka. Voy mashalloh. Molvoz akalarimiz biladi, mana Abrorjon. Shunday orqasiga idish bo'lib ketadi. Yurgizavering. Hurmatli do'stlar, mana surola. Mana. Voy, tur. Ehtiyot bo'ling. 2 dona. 2 kurak. Bo'g'ozi kuragi yo'q. Tuqqandan 2 ta kurak tishi bor. Qirg'ozni bu ham kelgan rossiskiy. Rossiya surolalardan rossiskiy. Nima tug'di? Bola ham bitta urib kichiraytirib qo'ygan varianti. Hurmatli do'stlar, aylantiring. 5 litr beryapti uka. Voy mashalloh. Yurgizingchi. Tomonga aylantirib. Oyoq qo'li xudo xolasa yeb ichadi. Endi aka, hali bir xilga odam 25 tasiga o deyishi mumkin. Akalar molam o da. Molam xudo xolasa Kep ustida ko'rsalaring boshqa bari. solishtirib olishaveradi uka. U xo'jalikka emas, bozorga solishtirib olaveradi. Molni. Mana bu tomonga. Kelajagi bor.
Biz ham ish qilyapmiz olganmiz uka. O'sha bo'g'ozligida, kechki bo'g'ozligida bularni. Bilasizlar, endi yaxshi mol hamisha pul. Hurmatli do'stlar, 4 so'm mol olaman deganlarga. Mana, xohlang tuqqanini oling, xohlang bo'g'ozini oling. Taklif bizda, tanlov sizda. To'xtating. Tutaylarni qarang. Sog'ib ko'rsatib ham juda bu. Voy mashallah. Hurmatli do'stlar, mana. Avvaljon hozir o'g'iz sutiga 25 ta beryapti. Bugun 4-kun uka. Aha. Xudo xolasa mana ishiqlari, bezlari qaysi 30 tadan kam bermaydi. Bu mol yuqori borsa kerak, sutni deb turibmiz. Sutni moli uka. Sutni ham ama juda qo'yiq ekan. Mana shu 4 kunlik holatida ham nihoyatda qo'yiq sutdi. Qarang. Bolasi nech? 3 mahal sog'yapti, 8 litr. Bolasi nech kunlik bo'ldi? Bolasi bugun 4-kun uka. Bugun 4-kun, ha? Hali bezlari ham qattiq. Hurmatli do'stlar, og'iz sutida o'sha 8 tadan ziyod 3 mahalda sog'ilyapti ekan-da. Xullas, kesalaring erta kechini sutini behijolat ko'rsatib berilaveradi. Mol zo'r. Bu nech pul bahos? Bahosi uka bu ham shu 50 million so'm. Kami bor. Juplach. Ha, juplab hali aytdim sizga boshida. 52-55 bas. 50 million so'mdan ish qo'ziga xudo xolasa sotamiz. Omon mol akalar yovg'on, o'ta yovg'on mollar. Chukini olaman degan odamga obunachilik uka. Maylicha yo'lda qilib ber. Qancha qilib berasiz? Jupiga boshqa ayting, jupiga. Qancha qilib berasiz jupiga? Jupiga 49 million so'mdan. 500 ming, 400 ming bas. 49 milliondan Kami bor, ha? 8 million so'm. Hurmatli do'stlar, yana ham savdolashasizlar. Jupiga qayergacha dastlabki? Samarqandga dastlabki qilaveradi. Dastavkasi akalar Samarqandgacha besplatniy bo'ladi. Ketaveradi ichida. 4 ta olmayman, 2 ta zo'rini olib qo'ya qolay degan akalarimiz, ikkalasi ham yosh variant akalar. Maza qilib boqib sog'ib ichinglar. Mana tuqqani hurmatli do'stlar, Abrorjon. Yuvoshliklari nimasi zo'r. nariga ham kam bermasa kerak mana shundan xudo xolasa. Xudo xolasa u ham bundan ko'p bersa beradi, kam bermaydi. Bular 30 tani yong'ilda beraveradi. Xudo xolasa, yeching. Buni ham tishini ko'rsatib beraymi? Mayli, mayli. Mana. 1,5 ta ekan. 2 yurak, hurmatli do'stlar. Hop, nemisa bu? Ha, nemisga rossiyskiy gibridligi bor. Hurmatli do'stlar, mana sut yo'nalishida Kalistenlarga o'xshab, nemislarga o'xshab bo'yi uzun basu, yaxshi, o'ziga yarasha, tuyoqlari ham yo'g'on. Aha. Hozir 22 ta, 23 ta sut beryapti uka. Hozircha-dang. Ha, 6 kun bo'ldi bugun. Aha. Ha, bu malaka o'sku, bolaga qarang, intilishi. Bola top ketaman. Hurmatli do'stlar, bolasi mana, onasi mana. Yo'q, xudo xolasa 25 tadan kam bermaydi. Hozir ham 22 ta, 23 taga chiqdi. Ko'payapti kundan kunga. Yelinlar ham o'sib beradigan yelin ekan-da. Haqiqiy sutni moli. 25 ta sut so'raganga tavsiya qilasiz. Ha, behijolat olaveradi. Aylantiruvchi oqbari akalar. O'zi mana shunaqa tuslari sut ko'p berib kelgan shu paytgacha. Ha, xudo xolasa sutni moli. Olib boring. Bola turg'och. Bola qarang. Bolasi nima ketadi? Zvonok va bolasi. Bolasi nihoyatda boquvvat. Olib boring. Nech pul baho qo'yamiz, qochirmay. Qilib ketsam bo'ladimi? Alhamdulillah. Yaqinroq qilib aytavering aka. Hozirgi kunda bo'ladigan qilib aytgan odam tez sotyapti. Bizga foyda qilaveradi. 1,5 million emas, 40 million so'm kami bor. Kak qirqpasda ish bitadi. Bitadi. Ishda o'zi yo'q. Bitadi xudo xolasa. Hurmatli do'stlar, Telefon qilaversin, noumid qilmayman uka birovni. Shu vaqtgacha birortasi kelib, nechta obunachisi noumid bo'lib ketgan yo'q. hurmatli do'stlar, savdo qilaveringlar. Bolasi xonajincha. Baylab. Bolaga intilishini qarang, mollar haqiqiy bolajon mol. Xullas 40 pasda ish bitadi, savdo qilaverasizlar. Ishda o'zi yo'q uka. Mana bu ikkalasiga imkoniyati bor odam bo'lsa juplab olsa, haqiqiy bo'y basti ham parakanda bir-biriga. Mollar Harunlar aka limon ham. Ishni ko'rsatib bering. 2 dona. 2 kurak, ha? Hurmatli do'stlar, 2 kurak mana. Hali yangi ro'zg'or, yangi
cheklarga chiqqan akalarimizni Bu tomonga tort. Voy jono. Ya beli uzunligi yaxshi bor. So'skalari uka. Xudo xolasa 15 kun. Uzoq ketsa 15 kunda tug'adi uka. Mana shu mollar ham aka 15-20 ta beraveradi, indamay. Indamay beradi uka. 20 taga yaqinlashtirib oladi uka. Xudo xolasa. Mana yosh mol so'raganlarga. Yana navbatdagi bahos. Molimiz ham yoshi, ularga qaraganda kichikroq. Xo'p, nech pul bahos? Bahosi uka 36 million so'm berishaveradi. Silang sotamiz. Bo'ladi qilib gapiring. Bo'ldi uka 35,5 pullik bo'laveradi. O'zi hali baland aytmadim. Men boshida baland aytmay aka deganingiz uchun o'zi 38 demoqchi edim. Mayli 35,5 million so'm. Kami bor. Kami bor. Hurmatli do'stlar, O'zini ham aytib ketyapman hozir. Kichkina bor, endi hali obunachilaringiz aytishi mumkin-da, kichkina ekan. 140 santimetrga borami? Boradi, indamay boradi. 135, 140 plus minusda chiqaveradi. Akalar uzunligi, sifati o'zlaring baho beraveringlar. Akalar endi mana buni ham o'zining narxi bor, men buniki ham bor, bularniki ham bor. Hammasining o'zining narxi, o'ziga yarasha sifati bor. Savdo qilib olaverasizlar. Hozir yengil-yengil savdo beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana sigirlarni, bollarni tagiga qo'yib iydirilyapti. Qo'ldan kelgich. Yo'q, u ko'p sog'masa. Napori zo'r. Mana bu bo'ldi. Mana bu iydirilyapti, hurmatli do'stlar. Hozir mana yengil-yengil sog'ib ko'rsatib beramiz. Mana. Tushlardan bir g'ubor yo'q janob. Mana. Gira. Turishini qara. Bu mol zot mollarda akalar tepishi nima? Har xil pillar begona bu mollar. Turishini qarang, mol. Ha, jono bor. Mana quruq faqir bo'sha ko'rib turibsizlar. Boshlandi. Chaynalib turishiga like bosamiz. Mollar zo'r akalar. Kim olsa ham xudo xolasa inshaalloh baraka topsin. Yuvoshligi, yedish, sog'liq salomatligi bexijolat telefon qilib savdo qilaverasiz. Hozir videoni oxirigacha ushlab tursak, hali vaqt ortiqcha ko'payib ketadi akalar. Shuning uchun pauza qilib turamiz yo'qda. Ko'ngilni to'q bo'laverasiz. Sut kuyib, birovda eldan mol sotilmaydi. Aybi bo'lsa, aybi bor deb sotiladi. O'xshaydi bo'lsa. Mollar xudo xolasa sifatlar hammasi teng. Hurmatli tomoshabinlar, o'sha bo'ldik. Xudo xolasa. Mana molni qarang. Yorvordi suti bashi bola. Buni 2 mahal sog'ilyapti, alhamdulillah. Aha. Hozir. Ana 3 mahal sog'ilyapti. 3 mahal bu 2 mahal. Mana tomonga oling. 11 litrli farq. Mana qarang, bu bezlari borda, nariga qancha qaytib qolibdi. Ha, buniki 6 kun bo'ldi. Hozir mana kattasini nariga sigirdiki-da. Mana kichkinasi buniki. Buni 3 mahal sog'im payti bo'lyapti-ku, uniki 2 mahalligi hisobiga shu. Hurmatli do'stlar, xullas bemalol behijolat kelaverasizlar. Biz sizlarga hali oq sutda hali qo'shib, bunaqa chiqaradigan o uzoqlarda bo'ladi. Borini aytib, qo'ldan kelgancha shetda ham siznikini ham sinab olishga berilaveradi. Hammaga omad, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaveringlar. Shoshilaverasizlar akalar. Hurmatli tomoshabinlar, mana sizlarga yosh va sifatli sigir olaman degan akalarimizga qarang. Yetuk bug'os akalar. Bir hafta uzog'i bilan tug'ib beradi inshaalloh. Momoda ishqibozlar o'sha shu sementalga akalar, rossiyskiy gibrid varianti akalar. Birinchi qoringa, xudo xolasa o'sha 25 ta 30 ta sutni qiynalmay bersa degan akalarimizga, xudo xolasa endi bu yorilmagan qovuni, lekin sutni yoradi xudo xolasa. Ishqibozlari bo'lsa kelaverasizlar, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Akalar mana shu mollarni ko'rsatib, birinchi qorin yo ikkinchi qorin yo uchinchi qorin deydigan bo'lsak, bir xilga obunachilar, ya'ni ya senlar katta molni ham bir deb olyapsan, unaqa deyishyapti akalar. Bizda 1 deyiladi, 3 deyiladi, 5 deyiladi akalar. Ish ham chiqarmaganmi hali? Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqaveringlar, любой joyda bozoriga taqqoslab olaveringlar akalar. O'zbekistonning har qaysi bozoriga taqqoslab olaveringlar akalar. Narxiga 50 million so'm so'ralyapti.
kami bor, savdosi bor. 91 kodi bilan 672 1206. Ishqovozni ikkita olmayman, bitta zo'rini olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Kelaverasizlar. To'liq videolar YouTube'da Abroruz kanaliga chiqqan. Abroruzda bo'ladi bunaqasi. Abroruzda. Ko'ytalanki bosilyapti. Gapi. Akalar shuncha chiqib kelayotgan mollar har bittasi sotilib ketyapti. Nimaga? Molni zo'rini biladigan odam olaveradi. Negativ yozib, qimmat deydi, uydi buydi deyishyapti. Ishqovozlar aloqaga chiqinglar, ish bitadi. Hurmatli tomoshabinlar, mana 50 yillik tajribasi bor Qo'zivoy tog'am maqtagan sigir keldi mana. Surolada yomon mol chiqmagan dedi. Surolarning birinchi qorini akalar, rossiyskiy bolasi xunoji. Mabodo ishqovozlari bo'lsa, sotilar Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. To'banga yurgizib boring. 91 kodi bilan 672 1206 akalar. Ishqovozlariga bolasi 4 kun bo'lgan akalar 8 litr, 8,5 litrdan 3 mahal sog'ib turilibdi. Shu yerda kesalarni sinab berilaveradi. Xullas hozir 25 ta tiniq suti bor. Erta kechiga ko'rsatib berishga uyalib qolishmaydi akalar. Mabodo ishqovozlar bo'lsa, birinchi qoringa 2 kurak sotiladi. Narxi 50 million so'm baho aytilyapti, kami bor. Savdolashib olaverasizlar. Akalar shuncha paytdan beri chiqayotgan mollar xudo xolasa sotilib kelyapti. Narxni tevarakka solishtirib savdolashib olaverasizlar. 50 million degani 50 ga sotadi degani bas. Ma'qul kelsa savdo qilib olaverasizlar. Ikkita olmayman, bitta yaxshisini olaman degan akalarimiz bo'lsa, bemalol behijolat kelaverasizlar. Ya'ni negativ yozib, uydi buydi degan narsa shart emas akalar. Chunki o'sha yozginlaringcha xudo xolasa egasini topib sotilib ketyapti. Hurmatli tomoshabinlar, mana xo'jalikka olib 20 ta 25 ta atrofida sut olaveraman degan akalarimiz bo'lsa, mana shu molimiz birinchi qoringa yosh mol sotiladi akalar. Yuvoshligini ko'rib turibsizlar, ha? Tishi 2 kurak akalar. Erta kechiga mana shu kesalaring 22-23 litr sutini sinab beraveradi. Shotda ham beryapti sutni, siznikida ham beradi. Xudo xolasa bolasi sal o'ziga kelib 10 kun 15 kunlik bo'lib qolsa akalar, 25 tagacha sutni beraveradigan yaxshi ishodarli mol zararli bo'lsa akalar, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida turibdi akalar. Molni zo'ri o'ta yuvosh, tutaylari ham yaxshi, zakatli akalar. Ishqovozlari bo'lsa, narx-navoni 12 viloyat bozoriga taqqoslab olinglar. Narx 39 million 500 ming, ozgina kam bor ekan. To'liq videolar YouTube'da Abroruzda like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Bu videoni sigir ishqovozlariga uchirib o'rasizlar.